Informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Dastur taqdimoti bilan studiyada Nargiza Xayrulayeva. Yangi O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energo manbalarini ko'paytirish, gidroenergetika tarmog'ini yanada rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Chotqol daryosida qurilgan Quyi Chotqol gidroelektr stansiyasi bu sa'y harakatlarining yaqqol isbotidir. Yirik gidrotexnika inshoot loyihasida har birining quvvati 22,5 megavat bo'lgan 4 ta gidroagregat o'rnatildi. Quyi Chotqol gidroelektr stansiyasining umumiy quvvati 90 megavat bo'lib, yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 300 million kilovatt soatga teng. Quyi Chotqol GS bo'lim boshlig'i Jahongir Fathullayev intervyusi. Chotqol gidroelektr stansiyamizning to'g'oni Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib bosib zichlangan beton tepada qurilgan. Bundan maqsad qurilish muddatini kamaytirish. To'g'onimizga jami bo'lib 240 ming metr kub hajmdagi beton ishlatilgan. Bu to'g'onimizda 400 ga yaqin nazorat o'lchov qurilmalari o'rnatilgan bo'lib, bundan maqsad to'g'onimizni ishonchli va xavfsiz ekspluatatsiya qilish. Bu nazorat o'lchov qurilmalarimizning barchasi inson omilisiz, to'liq onlayn rejimda ishlaydi va biz 24 soat davomida to'g'onimizdagi nazorat o'lchov qurilmalaridan ma'lumotlarni olib, ularni tezkorlik bilan tahlil qilib boramiz. Suv omborimizning umumiy hajmi 7 million metr kub tashkil qiladi. To'g'onimizning balandligi esa 63 metr tashkil qiladi. Mazkur yashil energetika obyektining to'liq ishga tushirilishi 91 million kub metrgacha tabiiy gazni yoki 250 ming tonna ko'mirni iqtisod qilish imkonini beradi. Inshoot gidrologik rejimda ta'sir qilmaydi va gidrobiologik obyektlarga zarar yetkazmaydi. Ushbu GES to'liq ishga tushirilgandan so'ng 120 ga yaqin yosh mutaxassislar doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlanadi. Bo'stonliq tuman hokimi o'rinbosari Xurshid Izzatullayev intervyusi. 2025-yilda 150 million dollardan oshiq hududiy investitsiya kiritildi. 2000 ga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Chet el investorlari ham katta qiziqish bildirishyapti. Bu tumanimizda 12 ta davlatlardan 100 million dollardan oshiq xorijiy investitsiya kiritildi. Investor va tadbirkorlardan tashqari davlat ahamiyatiga ega bo'lgan loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Birgina misol o'sha yuqori zonamizda Tuskom GES qurilishi yirik loyihalardan, bundan tashqari Quyi Chotqol GESlari qurilib ishga bitirildi. Ularga hozir bugungi kunda 200 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi.